Assalomu alaykum. Bormang, charchamayapsizmi? Yandex, siz chaqirdingizmi? Ha, Yandex. Dastavka bor. Hop, bo'ldi aka, bering dastavkani. Lekin 400 ming pul berib, keyin olib qolasiz aka. Yo'q aka, 400 ming berib olib qolish kerak bo'lsa ololmayman aka. Nimaga? Hozir bu yerda kutib oladigan odam bor, telefon o'chib qolsa sizni istab qolaman-da aka, keyin. Bo'lmaydi-da. Chiqaramiz biz. Aka, uzrmay ololmayman. Nimaga Yandexda ishlayapsiz-ku? Yandexda ishlayapman, lekin ololmayman-da aka, uzr. Отказ qilib qo'yaman aka, men o'zim отказ qilmayman. Отказ qilmayman, nimaga отказ qilishim kerak? Kutdim men 5 minutman debdi. Sovuqda. Uzr, 5 minut kutdingiz, lekin aka unaqa dars. Olasiz. Hozir men borgandan keyin odamni qo'qqis telefoni o'chib qolsa nima qilishim? Berilgan. Место положения berilgan, o'shda kutib turibdi aka. Olasiz. Xo'p, допустим, yonimda 400 ming yo'q. Ha? Yonimda 400 ming yo'q. Yozganman kommentariyada, o'qimadingizmi? Kommentariyada o'qimadim. O'qish kerak aka, Yandexda ishlayapsizmi? Ishlayapman aka, ololmayman, unaqa dastavka ololmayman aka, uzr. Ololmayman aka. Olasan. Aka, sensiramay. Meni majburiyatim emas aka. Xohlasam olaman, olasam olmayman. Qayerda yozilgan? Aka, qayerda yozilgan? Men bilmayman qayerda yozilganligini. Nikak olasan. Yo, olmayman aka, отказ qilib qo'yaman, qo'yavering aka, ketaveraman. Yo'q. Отказ qilasan, men olasan, majbursan. Yo, olmayman aka. Shuncha kutdim. Yo aka, ololmayman aka. Ko'p gapirma, bo'ldi, olasan dedim. Xohlasam ko'p gapiraman. Nimaga ko'p gapirmayman aka? Men olmayman deyapman, xolos ko'p gapirmayapman sizga. Klient praf. Olasan. Klient praf, lekin xohlasam olaman men. Tushundingizmi aka? Siz nima qiling? Nima eshik yopyapsiz aka? Nimaga tushasan? Nimaga tushunmayman? Nimaga tushasan? Xohlasam tushaman, meni mashinam, shaxsiy mulkim, xohlasam tushaman. Yo'q. Aka, keling, qoching. Yo'q. Yo'q, qochib turgin. Nima bo'ladi?